Nomus qilsang-chi, xotini bor bir odamga oshir bo'lishdin. Ne bir gap qilay. Siz opam bilan ko'rishma. Dog'dog'liq to'yingizni qilib berma degan tozvo. Menda otdi gap qilay. Ben nerede anlattım sizga? Ne daşta dedi? Aldam sizden beni ya. Nimiş beni aldaysız. Gap qilay nimiş beni aldaysız. Hiç maqman sen. Shuncha uzoq aqloq bo'ldinglar. Nimiş oldu? Nabi bilan bir narsa deyishib qoldinglarmi? Nabi meni shunday qilib qo'ydi Nigar. Sig'ilma. Zoda nima oldu? Adaş Nabi'ni ayoli bak. Nima? O sen bilan to'y qilmoqchi bo'lgan qanday bo'lib ayoli ekan? Bilmayman Nigar. Bir gün ayolini başlap kepti. Ayolini aldın benim donumaz kısırı ol dediğine dedi. Ben neyimine günah kıldım, ben neyimine hata kıldım ne bakar Nigar. Sig'ilma. Ben zaten oylagan başladı. Ahir oylaganımdek çıktı. Optarak hesaplaşmasam bu buğday gezmedim. Adep. Açıgan gayve. Hazır onunla hesaplaşıdan vakit emez. Sen vakit çıkarıp köprek senemge g'amxo'rlik qil. Bir hisobda bu sana kelgan bir yaxshi fursatdir. Biroq Nima biroq? hozir senamgacha pek yiqilib ketma. Hozir yolg'izlikqa muhtoj. Pek uning ko'ziga kirmanma. Ondan pek yiroqlab ketma. Sen ya ayol kishi olmasan. Bu ishlarni ajab to'liq tushundik ekansan. Men ayol kishi emas emish. Lekin ayni vaqtda meni birisi tashlab ketgan. Bu hissiyotni to'liq tushunaman. Senin bir aram qildim.
Banlamadım. Vay, Zeynep yaxşımı? Ha, voy ayqiz, qanaqa ahvolingiz? O'zingiz yaxshi turamsiz? Voy, bək yaxşı turdim. Rahmat ahvol so'rag'iningizga. Ha, biz bugungi choyga qanaqa qilamiz? Ha? Bugun nima ish qancha qo'yamiz? Voy, bugungi maslahat choyga-chu. Voy, esim qursin, unutib qaptiman. Sizning qancha pul qo'ysak bo'lar? Sizga maslahat qilmoqchidim, 500 ko'y qo'ysak bo'larmi? Andaq bo'lsa, qarang, o'g'il to'yib olgandan keyin 500 ko'ydan qo'yaylikmi? Ha, bo'ldi. 500 ko'y bo'lsin hamsa. Absiylik ko'rishamdiq? Ma'qul. Sal turib shu yerda ko'rishaylik. Ma'qul. Hey adam, nera o'tiringlar. Ben a günü bergen 1000 ko'yniki 600 ko'yni bering. Siz bunu? Yo'q, bayamlam 500 ko'yning gapini qilib tutdinglar-ku. Men degan kim o? Men deganchi aziz mudirdan ayoli. Shundoq bo'lgandan keyin boshqalardan farqlanmasam bo'lmas? Ay qiz uqib qolsa satpimam-da. Uqmaydi. Qo'yay. Ajab ko'ngil bilib ketdingiz-a? Ichingiz og'ribyaptimi? Voy, gaqimidim. Tezroq bunga oldirayman. Voy, bulunga tez. Mana. Can, aldırganda cep misildap. Maqıram sen, ben aldım ha? Çıraylık hamımız cem boptuk. Sizlerni Nansen Yido Ali Mihmansarayga çağırışımdaki maksat aşı şehirnin varançırınlarından halibi tağının sap havasıdan nefes ağaç oğlumdan toyu okup kandım. Şunun ganda kasınlarını meslet veren. Mübarek olsun. Rahmet. Toy Muşu ayının 6. günüge yer şəhəri restoranıga bekitdik. Şunun qamda qalsаңlar, köpni köygən, oğlumның toyunu bir yaxşı qilish üçün bir həmdəmdə bolsаңlar, toydan keyin hammaның arqın çıxırma. Rahmet, ağır bopsiz şimdi çıraq tasmansapsız. Zeynep, siz burunqudaklam yaş çırayliq turibsiz jimi? Oy, rahmet. Biz qerib ketibdikmi? Yo'q, sizmi çırayliq turibsiz? Sizmi çırayliq turibsiz? Aras Gövher, sizning o'g'lingiz nima kasb bilan shug'ullanyapti? O'g'lim bir shirkat ochgan o'z oldiga. Shu ishlar bilan mashg'ul. Ha, nima degan yaxshi. Bu ay qiz ikkimizga qaraganda siz ko'p baxtli ekansiz, jinim. Mana hozir o'g'lingizning to'yi o'qibsiz. Ertaga hayot etikchilab, ma'rifat bo'lasiz. Sizga rostla havas qilyapman, jimo.
Rahmat. Voy bu ishlarning vaqt soat to'ysi birdamchiliklaşgan. Voy sizlarga az qoldi. Hay, bizga nimaligini deysiz? Aras, voy, ay qizning ish bitib qoldi. Ular to'yga tayyorlik qilyapti. Mübarek olsun nimdan yaxshi. Acab yaxshi. Ay qiz, bugun kayfiyatingiz nasıl? Yaxshi emasmi? Yo'q, yaxshi kayfiyat. Unda asqini be. Oy, hozir bag'om ay qizning kayfiyati hammamiznikidan bek yaxshi. Chunki uning bo'g'iz kuyog'il degancha shundaqmi bir iqtidorliq, shundoq kelishgan, shundoq pullar. Shundoq emasmi? Bir ay qiz agar qizingizning to'y bo'lib qolsa, bag'o biz hamma do'stlar berib, mush to'y deganda qiz deb to'yda toz o'ynaymiz, ha? Shundaqmi? Shundaqmi do'stlar? Ha? Zeynep, siz toz puxadan chiqib oldingiz, ha? Siz meni o'ng'aysiz holatga tushiraverib, shundaq bir xo'shal bo'lmoqchi. Shundaqmi? Ha? Bu Men sizni qanday o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'ydim? Qanday o'sal qilganingizni o'zingiz bilasiz. Senamning loyiqini, balig'ini anglablam shundaq chidayolmay qolgandingiz. Ma'qul. Men mush do'stlarimning, xizmatdoshlarimning hammasining oldida sizni bir xo'shal qilib o'tay. Toz puxadan bir chiqib eling, ha? Senam loyiqidan ayrilib ketdi. Ular adajada bo'lib ketdi. Bu to'yni-chi qilolmaydigan bo'ldim. Toz qo'shilgansiz. Bo'zchi qaqaqlab kulib, bütün alemning oldida o'zingizning qanchalik xo'shal bo'lganligingizni bir ifodalab bering. Voy, siz nima bilan deb ketdingiz? Bu ular qachon ayrilib ketdi? Men rostini bilmaydi ekanman, jimo. Bilmaymish deki. Nigar sizga demay qolama? Nigar menga faqatlam deb boqmadi. Voy, men rostini bilmaydi ekanman. Voy, nimaga vaqiraysiz? Bek vaqirğınız kep kesi vaqo, çoğun bazarının munarısının tepsiga chiqib vaqirang, ha? Shu vaqtda puxadan chiqsiz, texmi xo'sh bo'lasiz. Voy, bo'ldi, men ketdim. Voy, ay qiz to'xtang, ha? Sat oldi ya. Men chiqib baqay, ha? Kechiringlar, Ay qiz to'xtang, ha? Ay qiz. Voy. Ay qiz to'xtang, ha? Voy, to'xtang, ha? Voy, ja, ay qiz. Voy, qarang. Men rostini bilmabdim, men rostini bilmaydi ekanman. Voy, men bilsam ashta qilamdim, ha? Ashta gap qilamdim, ha? Bilmaydi ekan siz deki. Bilmaymish. Voy, rostlam. Voy, bo'lmasa men sizga, sanamga havas qilib, so'zlab ketamdim. Ay qiz qarang. Voy, mening haqiqiy samimiy maqtag'inimga rost ishonmamsiz? İşenendim. Qandaq işineymen. Qandaq işineymen. Bo'ldi qiling, bo'ldi. Sizchi meni aramanga qo'ying, bo'ldi. Ay to'xtab turing, ay qiz. Nega borsiz? Mening nega berishim sizning nima qaringiz? Bu ay qiz qarang. Voy, nim bo'ldi? Men faqat agishvaman dedim-ku. Bo'ldi qiling. Men sizni ansirab qoldim. Kechikdingiz, qarang. Ha, bo'ldi. Mendan ansirmang. Menga agishvaman, chim bo'ldi. Ay qiz. Siz Nigar degan. Dada, apamning yo'q vaqtidan foydalanib sizga odam va tabiatni qo'yib beraymi? Acayip yaxshi qildingiz qizim. Ochida qo'ying. Endi opangiz kelsa, hech nimani ko'rsatmaydi. Ha, ma'qul. Apa, keldingizmi? Ha.
Opa, bir iş bo'lmaganda kayfiyatingiz faqat yaxshi emas-ku. Hammani qilgan sen. Ha? Men nima qilibdim-a? Qizim, endi navbat sizga o'xshaydi. Dadingizning tatgan dardini sizin bilib qolganmidingiz qizim? Voy bir jim o'tiring ha. Aytay Nigar. Sen sanamning yigiti bilan ayrılib ketgan ishni nima deb men demaysan, ha? Ha, voy opa, bu gaplar sizlarga aytib nima qilaman, sizlarga ham munosib bo'lmasa. Ha, bugun bag'o obdan munosib bo'ldi. Bilamsan? Bugun choyda bag'o men texi shu sanamning yigitini maqtab, zodi bulanmay ketibdiman. Bir vaqt o'g'ad ay qiz, ha, siz sanamning ayrılib ketganini bilib turib, qasdan mening yaramni tatildingiz. Ha, shu siz qasdan meni boshqalarning oldida tushirdingiz deb zod azalab ketdi. Uy, ya men uning ayrılib ketganini ben bilmasam. Shu men undan kechirim so'rsam, uni anlamay ketib qoldi. Uy, qara, men endi qanday qilaman Nigar? Men yo qasdan qilmasam bu ishni. Voy, ularni shunda yaxshi o'tyotdi, datatdi-ku. Teg'i to'y qildik-a deb anglaganman. O'g'il shundoq dedi dada. Lekin Nabiy degancha aldamchi eski bol ekan. Uning ayoli bor turib sanam bilan aralashib yuribdi. Nima? Ayoli va? Voy, tek ayoli bormikan? Ha. Necha kunning oldida sanam ishlaydigan doktorxonaga Nabiy degan bolaning ayoli ikkisi birga berib, sanamni tillab, hatto sanam qo'l tekkizibdi. Qo'l tekkizibdi? Voy. Ey, nimandaq nomard nima u? Voy, shundaymi? Bichara sanam nima bo'lib ketgandi u? Nimandaq nachar odam u? Ular aralashqili 3 yildek bo'lgandi. Sanam davomliq bizni u baliq tunishtirmadi desa, o'zini ep qochidi. Hatto ayqiz odamning qishiq salom kirib qo'ygansin, faqat yaqin kelgili unamagan. Uning ustiga sanamdan menga deb berishcha u voy, u kinon chaynamay bir chaqan degina. Bunday emas. Nima bo'ldi endi keyin? O bolalar ikkisi tomoq yeb o'ltasa, tunmaydigan boshqa birisi kirib, "Ay Sodiq, pulimni qachon qaytarsa, ishimni qachon hal qilsa" deb yoqsiga silib urushib ketibdimish. Undaqda. Aldamchikan bu, aldamchi. Aldamchikan. Shuni olancha. Taxi o'sha yilqi men chatallat savdo qilaman deb boy qiyofat kirib olgan bilan bog'u, amaliyotda sanamning maosh kartini pishirtdi. Voy, saxtipaz aldamchi. Bu saxtipaz ekan texi bu. Voy. Ay sanamni shuncha uzun aralashib, uning ashundoq nachar odamligini ajab bilmabdi. Shundaymi? Sanamda sodda oq ko'ngil bo'lg'achqa, abal sanamni oldi olgan gap dada. Voy, bu ablah bor-ku. Boshqalarning pul menni oldigan bilan bichara sanamning hissiyotini debsanda qitlamasmi? Bichora sanamning necha kun yo'q kayfiyat faqat yaxshi emas. Bichara. Bu ishni va bunday bo'lib qilsak bo'lmaydi. Bu aldamchi tegishli jazosini tortish kerak. Voy, siz nima demoqchi adam? Dada, bu ish allaqachon tugidi. Bo'ldi, biz aralashmaylik. Yo'q, qizim, bu ishni bunday bo'lib qilsak bo'lmaydi. Bo'lmasa u aldamchi yana talay qizlarni aldaydi. Men soqchixonaga kirib deyman bu gapni.